Ulog'iga javobmi? Ulog'iga javob? Ha. Umuman yemagan bu jonivorlar. Yo'q. Lekin stoykalari zo'r ekanda. Yonbosh qilsangiz-da ko'rsataylik. Ideal narsa ekan. Asal ko'ringizlar-da. Hey, akalarimiz kelgan tomoshaga. Hozir akamiz bittasini olaman deyapti. Bu akamiz ham qo'ydi egasi ham o'zimizga o'xshagan samimiy inson ekan do'stlar. Xudo xolasa barakasi bor-da. Inshaalloh. Shu ko'rinib turibdi. Samimiy inson ekanda. Ana ushloq akalarimiz endi hozir shuni savdo qilib olamiz. Do'stlar, videoning boshidan aytib o'tadigan gaplarimiz bor. Xo'p do'stlar, videolarga like bosib qo'yingizlar, obuna bo'lib qo'yingizlar. Endi kuzatib borayotgan bo'lsalaringiz, faqat o'sha dehqonlardan chiqarishga harakat qilyapmiz. Mana yerda qo'ymi, qoramolmi bor ekan. Qoramol ekan. Hop, dehqonlardan chiqaryapmiz, mana ko'rdilaringiz. Hop, akamiz dehqon. Bundan oldingi Jamol hoji buvomiz dehqon, o'zlari ko'paytiradilar. Undan oldingi serak harakatdan uzundan chiqardik, ular dehqon. O'sha hop, narxlar bilan chiqaryapmiz endi. Hop, sizlarga misol foydaliroq videolar bo'lyapti degan umiddamiz. Hop, videolarga obuna bo'lib qo'yingizlar do'stlar, kanallarga. Hozir bundan keyin chiqaradigan bitta otimiz bor ekan, ot. Kim otga qiziqsa, o'sha chopiladigan otlardan ekan. Ko'rasizlar holatlari, mana shunday qo'ylar. Hop, telefon qilingizlar. Hop, savdosini qilingizlar. Endi akamiz endi ko'rinishidan misol shunday bir ko'ngil qilib so'rasalaringiz, xudo xolasa ishlaringiz bitadi. Berib yuboradi narxiga to'g'ri kelsa. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Xudo xolasa sizlar bilan 30-iyun sanasiga Surxondaryo viloyat Sariosiyo tumanida mana shunday yaylovlardan hozir qo'chqorlarimiz bor, videolarni qilamiz, kuzatib borasizlar. Hop, do'stlar, Premoy yaylovda o'zidan sizlarga video bo'lyapti. Ko'rsalaringiz. Shu mollar, qora mollar yo'tlab yuribdi mana. Qudratullo akamizdan 30 bosh, 32 tami, 30 tami? 35 ta qo'chqorlari bor ekan. O'sha 2025-yilgi qo'chqorlar hozir misol ushlab ko'rsatamiz endi bu yerda. Bo'y holatini olishdan qiyinroq. Xo'p, kuzatib borasizlar. Bu yerda qo'chqorlar juda baquvvat qo'chqorlar ekan. Bu yog'i o'sha O'zbekiston va Tojikiston shunday ketaveradi chegarada, Sariosiyo. Qudratullo aka, bular bir ikkitasini ushlab ko'rsataylik. Aka, narxda endi. Narxda endi aka. Akamiz narxni qo'yaman deyapti. Insof bilan. Endi akamiz 1 yildan buyon buni orqasida mehnat, xizmat qilib yurgan akamiz. O'sha narxini ham bo'ladigan kelishtirib qo'yaman deyapti. Kuzatib borasizlar. Ushlang aka. Ular ketib qolyapti. Do'stlar, ungacha haydab keyincha sizlarga ko'rsatib turaman. Mana shu yaylovni ustida misol uchun uzoqdan keldik pastdan. Mashin bilan mashina illa chiqib keldi. Mana shu yerda mana shu yerda hop bog' qilingan-da, bog' qilingan, bu yerlar ham bog' qilingan. Endi qaysi holatda olib kelgan bu narsalarni? Juda qiyin joyda, sharoitda bog' qilishgan ekan, mehnat. Yonbosh qilib, asta-asta yordam beraman. Yonbosh qilamiz. Siz mana yonboshga o'ting, mana yonboshga. Ana shunday holatda ko'rsatasiz. Akamiz birinchi marta videoga chiqishi. Xo'p, Qudratullo aka, asta-asta ko'rsatib yuramiz. Bizning holatlarni ko'rsatamiz. Agar video bo'yicha telefon qilishsa, bu yoq ham ko'rsatib yuradi, do'stlar. Asosiy misol jun, poycha holatlari yaxshi. Nima ko'rinishlari mana shunday ishini ochib ko'rsataylik. Hammasi endi bitta yoshda ikki tishlar, to'g'rimi? Ikki tishga chiqibdi qo'chqorimiz. Qo'yib yuboring buni. Yana ushlaymiz. Yonbosh. Jonivorlar. Chiniqibdi-da bular. O'sha yem umuman yemagan bu jonivorlar. Yo'q. Lekin stoykalari zo'r ekanda, qirg'liklari ham yaxshi ekan. Pastlari o'z leganga o'xshab turibdi mana, poychalarning orasi, dummalari ham kelgan ekan jonivorlar. Yonbosh qilsangiz-da ko'rsataylik. Ideal narsa ekan. Do'stlar, ko'ringizlar-da. Shu holatda ko'ringizlar. Chiroyli. Harakatini bersin. Qo'yib yuboring. Ikkinchi raqamli qo'chqorimiz-da. Asta.
Hop, bu boyagini sherigi ekan. Buni endi bitta suruvdan chiqqanda bular ha, aka. Namaz bitta qo'ydi bola. Mana Tishini buxmangda qirilyapti. Ichga asta-asta qo'yib. Qiynamaylik. Hop, yana ushlayveraylik aka. Abdulla aka, bir 5-6 ta ko'rsataylik. Keyin narxini gaplashamiz, bu yog'ini gaplashamiz keyin. Sizlar nimalarni ko'rasizlar? Buni ham chiqqan-chiqmagan bir ko'rib olamiz. Chiqqan ekan. Bu yo'g'on baquvvatlardan ekanda o'sha 90 atrofiga olaverasizlar. Mana polni akalarimiz. Ey. Hey. Akalarimiz kelgan tomoshaga. Ichidan ko'ryapti endi. Asta. Bu baquvvatdan ekan. alni qaytaring. Sal bir. He, Nusar akamiz ham o'zi baquvvat inson ekan. Birinchi marta video qilyapmiz-da, misol akamiz bo'lni chorvachilik bilan shug'ullanar ekan. Asta. Ko'ramiz. Yo, bir holatini ko'rsak, shuna ko'ringizlar, akalarga qiziq bo'lyapti. Ikkisiga chiqibdi. Sal berlar haydang qani. Qo'yverma. Baquvvat narsa ekan-da. Yo'g'on narsa ekan. Endi ikkinchi holatiga shunday. Po'chilarni ko'rasizlar, baquvvat. Hop. Bu yana chorpanchi chiqsa yana baquvvat bo'ladi. Qo'yvoring. Dummalari ham yaxshi. Qora betidan chiqardik bitta. Ichida ham yana bitta qora betlari bor, o'sha sariqlar. Endi akamiz narxini ham normalni qo'yaman deyapti-ku. Tishini oching'an. Kallasi kichkinasidan xohlaganlarga bo'ladi. Kallasi katta deydik. Buni kallasi o'sha ikkita muscha chiqargan. Bo'ldi, qo'yvoring ha. Keng qani aka. Hop, aka. Bularni endi bir joyga narx qo'yamiz aka. Narxini bo'ya aytganingizdek gaplashdik-ku. Bir joyga qo'ysangiz. Qarang, bir joyga qarang. Balandini ayting. O'zingiz ushlab berarni ayting pastidan. O'zim ushlab berar bo'lsam 7 dan. Aha. Agar arar olsam 12 dan. Baland 12 dan. Baland 12. Qarang, endi internetdan so'raydi aka boyagi ushlanganlarni yo bu yerda o'zi ko'rinar. Ushlanganlar o'shalarni misol telefon yordamida telefon bilan gaplashavering. Sotilsa menga aytasiz, men o'zim moshin gaplashib beraman. Xo'p. Bitta pulini tushirib olasiz. Sotilsa moshin gaplashib beraman aka. Yana ham misol aytgan narxlaringizni savdosi bor, to'g'rimi? Ha, xudo olasa. Kelishamiz. Ha, 1 yil ortida mehnat qilgansiz. Avgustdan vaqt. Ha, o'tgan yil avgustdan. Aha, o'zingiz qo'ylarni qo'zlar. O'zimiz qo'ygan. Ay, chorvangizni Alloh baraka bersin. Nima deysiz? Sarala ol. Bir joyga bo'lsa necha puldan berib yuborasiz aka? Bir joyga 7 dan aka olsa yursin. 7 dan? Ha. 7 milliondan bir joyga olaversin ha. Hay do'stlar, ko'rlaringizmi? 7 milliondan. Dehqonchilik ekan. Ha. Shu joylarni ham ayting-da. Dehqonchilik bu nima emas. Donasi qo'yishda olib olingan bular. Ha, Nasllikka to'g'ri. o'zimiz qo'ylarni berasiz. Yo'g'on baquvvat qo'shqorlar ekan-da. Sizlar shunday ko'rsalaringiz ham o'zi bilinib turibdi-ku videoda. Misol kelaman, kelib ko'rib olsalaringiz, bozor narxidan sal u yoq bu yoq bo'ldi. Yana ham misol savdo qilasizlar-ku. Akamiz endi o'tib beradi-ku. Dehqonlar hozir o'zi aytib turibdi, dehqonmiz. O'zimizga sal to'g'ri kelsa bo'ldi. Endi savdoda bu akamiz endi birinchi marta chiqarishi. Hop, internetdan nima deyish kerak, nima qo'yish kerak bilmayman. Telefon nomerlariga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Hop, holatlari mana shunday qo'chqorlar. Do'stlar, qo'chqorlar ko'rasizlar, endi holatlari mana shu yerlarda yurgan. Hop, mana shu yerlar ham endi chag'il holatda o'tadi. Chag'il degani o'sha sal suvsizroq, erta quriydigan joy. Misol, hop, yaylovga chiqmagan, mana shu holatda yuribdi pishib. Ular endi bir joyda yotib qolgan joyi yo'q aka. Yo'q, bular hammasi adiga. Ha, hammasi shu joylarga yuribdi deyapti. 35 ta qo'chqor. Hop, dolisi akamiz oti ham sotilar ekan. Akamiz ot bo'yicha mutaxassis. O'sha Surxondaryo Bobotog'dan kelgan. O'sha yoshligidan ot bilan nima qilgan. Hozir ko'ryapti otni. Endi hozir akamizdan ma'lumotlarni so'raymiz. Ko'ring qani aka. 9 yosh ekan. 9. O'tmi? 9 o'tdi. Tamg'alari ham bor. Ulog'i bor. Ulog'iga javobmi? Ulog'iga javob? Ha. Kim bilan buni? Bu Habilla chog'imi? O'zimizdan Habilla chog'imi, Surxondaryo. Hop, tanishlar bo'lsa o'zi Surxondaryo o'zidan so'rayveradi qanday ot deb. Qayerdan chog'oni u aka? Lashnobod.
Dashnovat qabillashib olgan deydi ekan. Otni so'rayverasiz. Bo'yi nechilar keladi? Bo'yi 1.70 chiqsa kerak, 1.70 dan balanga o'xshayapti-da. 1.70. To'xtasangiz 1.70 dan. Ha, 1.70 lar bor ekan. Ha, 75 lar bor ekan. 1.75lar bor. Tamg'alari bilan bor ekan. Endi bu qayerda tug'ilgan aka bu? Kelishi, kelib chiqishi. O'zimizga. Ha, tamg'asi ham bor ekan-da. Xo'p, holati mana shunday ot ekan. Buni ayblarim nima bir Ayb hech aybi yo'q. ha, Ayb pul kerak. Ayb pul kerak, boqish kerak tamam. ha, Bu bir marta ikki marta boqib ko'rdi. Hozir endi uchinchi boqib ko'rdi. mehr berish kerak. Qanday, nima deysiz ey? Analarga yo'q. Otga. Aka, nima deysiz? Bo'ladi, yaxshi. Xo'p. Aka, buni baya yosh boshalar minsa bo'ladimi yo juvoshmi? Olib qochami yo? Yo'q. Unaqa odat yo'q. Ha, bemalol. Otga javob. Ha, qo'ylarni ham endirib kelyapti. Akamiz hozir pochinni ochamiz deyapti. Nima baho berasiz aka otga? Bo'ladi, yaxshi. Yaxshi ot-da. Narxi o'sha telefon qilsalaringiz akamiz bilan gaplashar ekan. Sizlar o'zlaringiz telefonda gaplashinglar ekan.